Birodar onasi vafot etdi, janozasiga bordik. Ko'mib bo'lgandan keyin 80 dan o'tib qolgan otasi yig'ilib turib aytayapti. Shu xotin bilan falon yil turmush qurdik, yashadik. Bir marta meni achchig'imga tekkan emas. Biron kecha xotinimdan g'azablanib uxlagan emasman. Ya'ni kimdir aytish mumkin. Xotinim bilan yashayotganim yomonchi yil bo'ldi, biror kun janjal bo'lmagan kunimiz. Boyagi kampir onaga Allohning rahmati bo'lsin. Keyingi yashayotganlarga Alloh taoloning hidoyati bo'lsin, birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, agar insonga sajda qilishligi mumkin bo'lganida, odam sajda qilishi mumkin bo'lganida, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurar edim. Xotinni ustida erda haqlari ko'pligidan dedi.